Jigarlarim, assalomu alaykum. Xudo xolasa mana xom g'ishtlarimizni chiqarishda boshlagan edik bir hafta 10 kun burun. Xudo xolasa mana qurib sotadigan darajaga, undonga olib kiradigan darajaga qurib qoldi. Ishlarimizni mana sifatlarini yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Xom holatdagilari. Sifatlar a'lo darajada. Xudo xolasa ishlarni rostmana boshlab oldik. Razmerlari 25, 12, 6 razmerda. Vodiyning standart qishi. Bu tarafda esa mana xom g'ishtlarimiz ishlab chiqarish ishlari davom etyapti. Bu tarafda esa mana kecha yurganlaridan. Qanday turpoqdan foydalanasizlar deganlarga, xudo xolasa mana ekin maydon aksariyat unumdor sariq turpoqlardan bo'ladi. Narxlarni so'ragan akalarimizga zavod narxi yuklatib berish ichida 450 so'm bo'lyapti. Qo'shni tumanlarga endi aksariyat xom g'ishtimiz dastlabkasi. Endi uzoqlargacha texnika muammosi bor. Xom g'ishtimiz og'irroq bo'ladi-yu. Tarafda mana keyli qolgan hududlarimizdan. Bu esa yangi g'ishtlarimizdan. Xumdonlarimiz filtrlar mana tayyorlanib, ishga tayyor. Kechga xudo xolasa o'tlarimiz yaqiladi. Uzoq bir haftada pishgan g'ishtlarimiz ham chiqishda davom etadi. Pishgan g'ishtlarimizni yangi partiyalar narxi hali noma'lum. Xudo xolasa narxlarimiz aniq bo'lib qolsa, keyingi videolarda narxlarni yoritib o'tamiz. Kimga shunday xom g'ishtlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Lenin-Shverniy qishlog'i orasida. Bu esa birinchi zavodimiz. Ikkinchi zavodda ham keyingi videolarda video qilib o'tamiz. Aloqaga chiqamiz.